Mhm. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Universal YouTube kanali va bugun biz yangi video olik. Izohlarda ko'pchilik yangi o'quv yili uchun kirish ballari haqida ma'lumot so'rashgan ekan. Lekin do'stlar, bunday ma'lumotlar asosan yoz faslida e'lon qilinadi, chunki yoz fasliga kelib barcha universitetlarda imtihonlar boshlanadi va ular yakuniy baholarni hisoblab, o'rtacha va yuqori ballarni e'lon qiladi. Ungacha esa biz o'tgan yilgi ballarga tayangan holda kirish ballarini hisoblab tursak bo'ladi. Agar siz shu kabi rasmiy ma'lumotlarni qayerdan topaman, kirish ballarini, ya'ni o'qishga doir savollarga qayerdan javob topaman desangiz, bizning kanalimiz bor va u kanal pulli va bu kanal ichiga biz barcha ma'lumotlarni joylaganmiz. Qanday hujjat kerak bo'lishi, qayerga topshirish kerakligini va barcha universitetlarning veb-saytlarini, administration bo'limining telefon raqamlarini qoldirganmiz. O'sha kanalga ulanish uchun bizning adminimizga Telegramdan yozasiz va u sizni 5 daqiqa ichida kanalimizga qo'shib qo'yadi. Albatta, agar video sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa yoki qandaydir savollaringiz kerak bo'ladigan bo'lsa, izoh yozib qoldiring. Biz albatta o'sha izohga doir video tayyorlaymiz.